Ben kelgende ne ketindi kim tamam adımlık. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlarimiz. Navro'z bayramimiz hammamizga ma'lum. Yaxshig'imi, yomong'imi, boyg'imi, gadoyg'imi hammamizga o'rtaq bayram. Endi mush kechiligimizga bizning artistlarimiz elning talbiga binoan qisqagina 2 kun ichida yuqoridagi nomerni tayyorlab chiqqan. Jumladan Aysa akamning uyidimi bugun Navro'z. Xo'sh, unda bo'lsa shu Aysa cho'ngning uyida qanday Navro'z bo'ladi? Hammamiz o'rtaq bir ko'rib baqsak, bular ko'pincha bu yoqdan chiqadi. Bu jidalga men aralashib qolmay, an yaxshi men ishtigirak men moyoqdan chiqdi. Qani o'zirlag'aysizlar. Ey! To'xta ukam. Men sana dedim-ku bir yaxshilik bizga olib qilyotdi deb. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Haqiqatan Davudga ahvoling yaxshimi? Tinch tuzukmi? Hela obdan. Ichim yaxshi. Navro'z bayrami muborak bo'lsin. Oy. Navro'zmi bugun? Ha? To'xta. Qattiq bir ish bo'ldi qanday turdi. Navro'zni billa o'ynaylik ukam. Ya, billa o'ynasak bo'ladi mana. Bugun ham men sal aldirash. Televiziya stansiya bo'lmasam bo'lmaydi degina. Televizorga chiqaymi? Bizdan yerlik mashrablarga qatnashmoq ukam. Ya, nima qatnashmoq? Ma'qul degina. La akam gap yoqdaysan ku balanza. Yoqdimidi? Mong'ayda. Unaydi. Jura. Qulog'ini kafka. Endi men sana bakadi unda gap qilmayman qara. Endi bir ish bo'lmasa sen men xijil qilmayman. Ishni chekab ukam. Emaschi men ish bor uyda. Mana shu mana. To'xta, ha? O'tama yoqqa ukam. Ba, Davudga. Ey, ovozingni chiqarmag'in o'la, uyda borsan. Sen ochamsan, men ochaman. Tipafka mash. Chiqqan yoqqa. Davud akammi? Assalomu alaykum. Vallahi ko'rishay. Assalomu alaykum. Chugidi. İşte hafta bo'ldi-ku, seni bilan ko'rishamdik. Davud aka qara, stol besib, bir hafta oldu stol besib. Stol besib. Mush tarafini besib. Vay. Yomon. Öyle bir kesem çözsem. Neler ağrımadılar? Muş bir son muşu başta. Malıkı tal deymiz mi? Taraf. Kanda. Oy. Mani körüp de sakıyı otam seni mi? Ya. Başlamamsa biz ne? Kenara oturun la. Ha, bak. Kenara. Bana. Kenara oturun la. Ama Bir kez. bahçeden oğurluğa orunduklarını göreyim. Bugün keyfim tolup Moşu bir inkılapka başlap inimni egeştirip kelivatsam ma şahsi inim Navro'z demem da. Navro'zning yüzü esa bo'lmasa seni bugün bağlap qo'shnamni ishtig'i bir talit boqay degan. Stol besilib. Xudoyim jajani berdi-ku sening. Bo'pti, bugün Navro'zning yüzü. Seni yo'qlab keldik ey. Rahmat. Seni uchun ish talab etibdi deb yo'qlab keldik. Ya Davud aka, tan gap qilib buna bo'ldi. Men seni so'ray, tajriba so'ray. Bo'ldi, gap tugdi. Men ballarni bir tunishtirib o'tay. Akanglar Aysa, Davud. Malimizning yaxshi yigiti. Rahmat. Men Davud akam Davud paltakam. Men tunishlik qo'yaman o'zimga. Men ilmni ismi Assalomu alaykum. Aysa aka. Oy, to'xta. Qada yaxshimisan, o'g'lim yaxshimi? Ya Muhammad Jamshid dedi, mishrabdim nima aytdim? Mishrab. Men xetani o'chirasiz. Men bir xetam oldi. Tunib oldingmi? U yerda dengiz penshi yo'q, ajab tunib oldingiz. Qarnini ko'rmamasmi?
Denşini bakağını uydu gördü bu. Üç vakta bakağını uydu. Bo'ldi. Ma inim sen dikkat kıl. Tunu ölüp cöndeydiğini ma uydu. Ma inim üzerine şahsi. Şu şahsi taktı. Yana orklap gitti bu. Bu inim... Taygan bu taygan. Ma inimle üzerine mevçin cenini birdi inim. Ha şu cinni belgilekli kaptı özüm. Şak. Şak koydum ha. Mavu Reymcan kan diye. Ya bu Davutkan'dan gitmeden alıngan ekene kolunu. Ve Reymkan diyen sen mi? Ya Reymkan desin. Bu da yoğun adam desem mandraklı bir demken bu. Çak koydum. Manzara boğan bile adamların yoğununu cöndeydi. Sen mi yoğunu ko? Yapmaydı. Bo'ldi. Hamda seningdan bir narsa chiqmaydiganligini bilib meni ag'ash keldi. Ushaq narsalar bordi. Vay bu foto yok koydu ushaq narsa ish qildi Davutkan. Seningdan nima bor? Sıkcan var, uy var. Ya to'xta. Bak. Tıkıp koygan birinden bak 2 yil olgan hech kim benimga. Açıqa, nim bo'lsin. Mashina astida. Menim bor buningda. Mana. Nan. Oy. Eng ulug' yemeklik. Qara. To'xta. Manni men to'nig'amdek qilaman. Bu to'nisa to'nisa qizil kaga vaqtini sen o'shtamay ketganman. Ama o'shtayman men bugun. Ya bu birini ko'zini quyib olsa, ya. Ko'zini quyib olsa, Davutaka. O'shtib. Voy bu ne o'g'lon o'shtamaydi bu. O'shtaf kapsa. Ha, sen uçtamsan, qanday uçtam bunda. Aferin. Oho. Aferin inim ey. Bayardı bakacımı. Mana qara, nan ne o'g'il bola o'shtamgan nan. Buni o'shtib etdinglar. Va, man şu bayardı bakacım. Sen bu nanni vaqı kuştumaydı qara, ma vicdan uştuydu jima, vicdan. Hozir vicdan nan o'shtaydigan bo'lib ketdi-da. Afkam. Bunun da bir nima chiqmaydi, akagalarim to'ka bo'ldi. Sen aldırmaydıgan safkam ha? Voy bu ne? Abla bu yaman xijolat qilding ha? Davutga. Elinglar, mana tatılmanglar. Aysa akam bilan obdan ko'rishdim. Sizlar chiroyli o'tiringlar, meni rast ishim bor, men menga Ha, o'tirishni boshlamay turib nega borsan? Voy. Ha, bo'ldi, manda qilay qara. Senmi kep qapsan? Bizmi kep qapdik? Ana buni qitlamışadi bir ulug' No'ruzga. Bir No'ruz o'tkazmaymi ha? Jin. Ha. Bir oddiy qilib bir mashrab qilib berasan, mirshab bo'lgandek. Keltirib etdim. Yaman keltirib etdim. Nishadilma? Voy bo'laverdi. Mashrab. Mashrab bo'lmasmi? Mashrab. O'tkazayveramiz. Ya baba, memnun değil. Ma gapim qanday? Ha, mashrabni boshlaydi ama Abdü bu rayonniki mishrab bilan ben qattiq qilib o'tkazdilar meni. Hop to'g'ri dedi meni. Qanday o'tgan? Jin gap qilding jima aka. Ko'pa boshlig'ini jipida jingmisigicha. Ya bu qanday qo'pdim. O'sha ochiqma adashganman. Opama bilan boshlay. Voy voy. Ha, mana. Tamam, Davutga boshlamdi. Assalomu alaykum sho'g'il. Birimiz 10 ga tetgan ekan 30 dala. Tamam. Assalomu alaykum 30 o'g'il. Hürmetlik meşrep ekli. Bugün Qutlug' No'ruz bayramiga basqan qadimlar ziyon yetmagay. Bugün men cho'ng Aysa akamni uyiga yig'ilib qoldik. Chiroyli meşrep uyushtiryapmiz. Kayninglarga qizg'in qarshi olamiz deganki chavak borchu bu yerda. Chavak. Meşreplar chavak chalamiz unda. Xo'sh. Unda olsa bir 75ni sayla. O sen saylamısanmı şu mahallede tug'ilgani yog'i saylaqliq 75 bor. Denshlikda boshda 2 minut chavak chaqizatdan sen. Salamsizlar? Açılırlar mısın? Çak. Keltirib etdi. Ha. Baba, 75 salab olmuş. Mahalle saylab qo'ygan 75 saylamısan bo'ldi. Ba mana. Hesapma? Hesap. Onda tanıştırıyıp deyli 75'ni. Elinin içinde namı var. Cüp kolu da paltısı. Tenkilenmez bununla noçuladın altısı. Keltirib etdi.
aroq desa men deydi, He. jidal desa men deydi, He. noqchilik yuz bersa nima deysan sen deydi. Bo'ldimi? Keltirib jimo. Qaltis keltirib etdim. Xo'sh. Unda olsa, mashrifimizning tartibi bo'yicha 25 ni so'zda qilib. Şavak. Ishga qizga qo'y bo'pti. gap Bo'pti sen qizing o'ydi bugun. aka, Men mashrab o'tkazatgandan keyin sen Esil ishga cımak. qizga qo'y. Yo'q, endi men nima deyman? Men endi Qaltis. Ya mashtaq so'zlab aytdingizmi? Mana mashtaq so'zildim. Yaxshi so'zildi. O'ta. Yaxshi. Bo'l sen ijozat berib, sal da'vat qiladi. Başlasam ijozatmi? Da'vat. Xo'sh. Unda bo'lsa No'ruz bayramimizniki Aysa So'rin mashrifi rasmiy boshlanadi. Rahmat. Qaltis qildingizmi? Davka mashrab boshlandi, men menga yurayam-da. voy o'tag'ini boshqa qo'yib kelsam mashrabni qanday o'tkazimman? O'tiray. Xon apirib qo'ysinmi ya? Ya bo'ldi, O'zini olib qo'ysin. Ya Aysa akamning qiziq gapirini anglaydi. Ha gapim bo'ldi. Men mashrabni chiroyli boshli bo'ldi. Ham oz bo'lsa, meni bu ko'p tavob qilib bunda yurgizgach. Bo'ldi, miqas. O'shanga. Ha, mana. Osh tamamsa. Aka, men ochay, men sal qolayman. Va Davudka bu mashrab aroq ichamda. Va uftam hozir ba'zi mashrablarda ichidimi shuni? Biz do'rimayli ularni. Uni ustiga Aysani uyi. Bu bo'lmasa qanday bir gulga keldi. Ashtam. Qo'y. Men o'zim qilib deyman demiş. Sening qo'ling yig'i. Jutimi yo'g'on narsa sen ishki jutib tugatma buni demoqchi. Keltirib aytdim jima. Xo'sh. Ashta qildik hamsa. Anda bo'lsa, men nima ishni esa vakolatan. Sizning vakolatan hamda hammalarning qadimiy vakolatan shuni vakolatan bir ish yaxshi gap, mo'shunday gap qilib aytdim. Ish o'tgan. Bak tezga qildi. Nim qil. Voy, buni yemaydi, buni sho'raydigandan bu. Voy, bu tosh qaylangandan bu. Buni ashulaqa asoratli qilib oladigan yerga sotmadimmi buni? Necha yil saqlagan non. Bu qurtdan bu, buni uchun buni qurtgandan qurtdan. Buni sho'raydigandan bu. Ana sho'ra, non sho'ra. Quyaman uni, quya. Nima bo'lmaydi. Mayama jiq ketdi. To'xta, maniga. Qirqir o'ynaymiz, quya. Na vallahi yig'ir ketadi mana. Xo'sh uka. Sonsu. Bizga keldi mana. Ey. Baba. Yep qo'ygina bo'ldi. Buni olib qara, buni esa uxmidim. Buni jiqtob mana. Mana. Boshqa mana ko'rsatib qo'ydim. Quya bo'ldi. Sening navbating yo'q. Quya. Mani o'zim ishchimi? Ya Davudka men rasmi o'zim tutsam. Evet. Bol beka mesel ko'ngil yo'q. Voy, orom shuni voy, man. Voy, bu xuddi shakillar yeganda qilib buni. Bir shapta deydigan qilib qo'yding, orom. Menning o'zangim qo'yib. Mafkama. Muhtaramjon. Imjon qon ukam. Men ishga qiz gap qilib ketdi. Meni shunday ishga qiz so'z qilib ketdi. Davud aka, men ishga qiz gap qilay. Voy, bo'pti. Bugun meni uyimga buni Rimqon degan inimiz bilan mana Mishrab nima? Mishrab ishga qapti. Shuning bilan bunaqa no'chi bolalarni biz uyga kamik tas. Shuning bilan ko'nglimiz yaqinligidan, qo'shanligimizdan birini ko'rishib qo'ydaman. Yaxshi gaplar. Yaxshi. Men sen eshitdingmi? Buni nima qilsa aytsa meni arg'im. Akaya hazır ben bilen. Qo'y. Ukamni yuzi o'p qoldi Aysa. Bol qo'ygan var bu. Hammada sening degan bo'lib ketamda. Ko'ngil qoldi buni. Meni o'chirtdim shu. Bu qanday seni o'chirdim uni, meni o'chirdim. To'g'ri seni o'chirdim. Sen adil bir taraf qilsa emasmi shuni dapaq. Adillik desa jinimni berishim. Mana. Akaya adil bir taraf aka. Adil. Gap yo'q, adil bir taraf qilay ya. Tepishmoq deyman, topsang ichsa. Ma'qul. Ha. Topamsan, uzam ichma. Ha. Xotin yamanmi, dushman yamanmi? Xotin yaman. Qanday xotin yaman? Yaman xotin yaman.
Shu yomon, qanday yomon da'vatim. Mushta yomon. Addegina. Masalan, xuti yomon. Masalan, 18 yosh kirgan bolani to'y qildiganga hukumat ruxsat qilamdi. Ya onun qilmaydi. To'ta anglabdi Davud aka. Harbiylik berish ruxsat qilamdi. Onun bo'ldi. Mana demak, bir o'g'il 18 kirib, harbiylik berib, dushmanga taqabul turishni o'rganib, so'qish, o'shaning bilan ilish, dushmanni mag'lub qilib, 20 necha yosh kirib kelib, ana degan xotni oldi. Demak, xoti yomon. Topdimi? Qapqa o'xshaydi. Bu da birim deyman sana. Bo'ldi, topdim, bo'ldi, ham topmay. Ya topsa, Topmay, bo'ldi. topsa. Ma'qul topmay. Topamazsan, toyg'onni yeysan. Ma'qul. Topalamsan. Xotin yaxshimi, aroq yaxshimi? Aroq yaxshi. Qanday aroq yaxshi? Aqaroq mujda yaxshi. Qanday yaxshi da'vatim. Masalan, do'konlarda aroqni sotadi. Sotamdi aroqni. Sotadi. Xotinchi. Sotmaydi. Masalan, 4 o'g'il olib birga o'tirib, bir bo'tlik aroqni bo'lishib ichtamdi. Ichidi. Xotinchi. Masalan, sen pul topmasang, aroq xapolamdi. Ya o xapolmaydi. Xotinchi. Xapoldi. Keksa aroq ichib qilmas uyingga borsang, sen aroq qo'g'lab chiqir etamdi. Chiqamaydi. Xotni-chi. Chiqirdi. Aroq yaxshi. Ya akka, Ay, ko'nglim buzmagan xotinning deb chiqsin yig'largan qoldim. Davudga men so'qqa. Davud Ko'nglim buzib qoldi. Davudga kashf ketdi, men seni olib qo'ygash, men ketay yo'limga. Ya to'lib olaqshimig'na. Men bilan qolsa xotin-xotinda. akkamga nima dedi? So'rni boshqamamsa. Urchan yig'iltatdim va. Men dedim. Bak qaja qilibanda. Jinim Davud. Voy. Va sizlar mashrab o'ynamsizlar, jidal o'ynamsizlar. Mashrabning qoidasi deyotgansiz. Bu jidal o'ynamsizlar. Bo'ldi. Ya ben Davudqamni yig'ilib deb sizlar. yig'ilsammi bo'ldi-ku. Men gap qilaman, mirshab bo'lgandikin ha. Gap qilay. Ha, manda qildi Davudga, men mirshab qo'ya. Men gap qilay ya. Bo'l gap qilib. Ha, ma Aysa akam mashrabimiz ket qapti. Men nomer o'rlab beray deb talab qilyapti. Ha, bu chavakchilik nomer qo'zg'amaydimi? Voy, Aysa sen qolibsiz-ku. Mashhurimiz kelib qolibdi. Sen kelib qolgansan bu yerga, men kelib qoldimmi? Voy, ma'qul degina aka. Ma'qul. Ha, bo'ldi. Men baqul naqshid beray. Ben naqshid beray. Naqshid. Qapqarada it beraymi? Ashli ita, bir şey Qapqarada qashlarim, to'kiladi yoshlarim. Ey, men seni yolg'iz desam, chiqqan adashlarim. Va naqsha bo'lgan naqsha. Bu qo'piqli qilgan-ku, bu o'tog'i berdi. Ita. Men seni panah tatib, ayvaningda yatayman. Davudning dadini azlab, sening dadin. Ey, o'tira. Va O'tta. bu gap so'ngmi? Yaqma, qo'mla arzim bojima akka. Mirshab Ya qildi. mirshab. Ha? El norozga. Naroz bo'lsa, bosh jazo qo'lmaylamsan. Voy, nima jazo qo'llansa, bo'ldi, men qipiryapman. Aka, endi She'r o'qib beray, bo'ldi, she'r o'qib beray. Bugun meni uyim kelib qoldi. She'r o'qib beraymi? Ha, ma'qul. Uyimga kelib qoldi Davud do'stim. Birga kelibdi mening inim. Bu shular bilan birdan menimdan ko'ngilli o'tadik. Ha. Bu o'qiyapman, qanday bu balo bo'lib gapsanmi? Va, qirg'an nima? Jazoga loyiq ekansan. Ya eshitib tushunmadim. Qancha o'tasan, asosdan tushunmaysan. Va, qanday gap bu? Jazoga loyiqmi? Jazolayli akka. Mashhurligimizga kelaylik. O'zim. Bizam jazolasam bo'lamdiki buni. Mashrabda jazo bordi. Ya jazo bor. Voy, endi men jazolayman. Meni ustoz. Ya, Davudga. Voy, o'tirib turib. Bo'ladi degina. Ba mashrabda ham jazoldi, anda tan jazosi bermayli. Tan jazosi bermay, boshqaroq jazo berayli. Manda qilaylik, bo'ldi, manda qilaylik. Boshda bir gulchay murosimini o'tkazib o'tdi. Anadagi jazolamsizlar, o'ynamsizlar, anadagi davomlashtirmamsizlar. To'xta. Jazolig'ili bo'lmaydi ekan.
Unda şu cezanı o'rniga Gulchayni mush o'tkazib olsin bizga. Hayır aşağılık kısım şu bo'lmagan-da. Voy, mana bizning uyda mashrab bo'lyapti-ku mana, yana men Gulchay olmayman. Ey, marketim qilsa mashrabni maslahatchi edi. O mashatchi yo'q, yolg'iz kelsan unda, nima ish keldim u tayqaldiring. Oho. Ben maslahatchini qanday o'tkazman? Ya, Bak, ikimiz kelsak ne boptu mega? shu mashrab deganga 30 o'g'il kambus bo'lamdi. Bo'lmaydi. Ha, bo'ldi qo'y mana, tushun dedim qo'y. Qaram qoldimi? Men shu gap qo'sha. O'tkazolaman Gulchayni. Aysa aka ma'qulab o'tkazib olaman. Ha, unda olsin, nima qilgin? Chak tatayloq. Tatsak tatlıca. Meşrep çektat. chaktatdi? Evet, meşrep çektatmış. Meşrep çektatmış, çektatmış. Tatlı. Değişik köyge mi oldu? Kapaklı da çektatı kandı. Qopoq. Kapağını aka. Kapak, kapaklı yanı sağlı olmaydı. Bu qopoqni iliqqa ep yurish apsiz kelib beshiq bekitibdi. Qapıga bakam. Buni chaq qo'ydim. qopig'i yo'g'on bo'lgan bilib birlardan ismi chiqdi. Qaltis keltirdi jimi. Mana qildi. He. Chak yozsak. Çak. Mana qildi. Meni ismim bilan He. seni ismini yozamiz. He. Sen tatda He. kimning ismi qo'lingga chiqsa shu mashrab o'tkazib olsin. He. Ikkimizdan aytdi nima? Ikkimizdan o'tini. Birisini olmayman. Olsa, Ma'qul. bitta yozamiz ikkimizning ismini. Sening savoding bo'lgan kelsa yozgin. Ashta qilsak bu haq bo'la. He. Kafka. Mashrab yozaversin. Ha, mana men yordamchimi? O'tag'in kim bilmadim, ol, non, mashunda. Yazamdan. Yoza. Voy, o'tag'in. Yo, to'xta. Har ikkilisiga Ayso deb yozsan. Va qanday oldu da aka? Ana ismi Ayso, mana ismi Ayso chiqsin. Va bu atlaşmaydı. Jinim fikrim, sen ma ishimizni o'tirib savodni bilmaysan. Men mushta qilib dedimdan sen men qachon dedimdan olma buni deganda beri meni arqimni ishlatdi ku bu. Vay bu manda xasiyat filan adolatlanib qilmaydi bo'ldi. Voy yozg'ina. O yazay. Aysa. Yana Aysa. Aka bo'ldi. Bitti. Tutdimi? Endi buning qopoq bo'lmasa. Qapoq emas, qalpoq bor, men qalpoq bor. Qapoq mana opishga mushudi qapoq. Bu bo'ldiki. Qala ichiga. Birsi Davud Polta, birsi Aysami? Albatta shunda. Aka, birsi Tatay. Xalqining tata. Muborak bo'lsin. Davud aka, Nashirdinga muborak bo'lsin. Mana shuna. Nima chaynaysan uni? Sani chiqibga qo'sholig'im yutyaptim. Nima chiqib qoldi? Oho aka ya mübarek olsun cuma. Ana bu ana Ayso chiqdi bu. Mana Aysa aka yemetkin Davudga aka. Ey! Ayso! Oh! Allomat. Davudka, mübarek olsun ha. Qalbi qildim. İşte, Gülçay aldın ha. Abi Men olamdim. Yana men Gulchay olamdim. Davudka. Yurtimizga keldi No'ruz, keldi navbahar, gül çiçekler qenib içdi agiz suyini. Sen tursan qarliq tog'da, yiroq chegrada, shamollardan avatman bahar kuyini. Tövəndə Şinjan Hərbi Rayon Sənət Ümiginin yaş naxçısı Xəlida Osmanның icrasıdır naxşa Bahardakı Sevgiliş. Mərhəmət.